Yo'qsa nimalar qilyapsiz? Stollarimiz farqli, u o'ta dahshat. O'zbekistonda ham bormi shunaqa narsalar? Bor, mana hozir. Bitta oshda ma'lumotni berib yuboring mashinamizni. O'ta go'zal holatda ekan. Razmerlarni ayting, nechta stol ketadi, materiallar qanaqa ishlangan. Bitta ma'lumotni bering do'stim. Bularimiz 18 talik komplekt. Aha. Bitta hozir akamiz kattaroq zallariga zakaz qilgan. Mhm. 18 talik, xonamiz 5,5 metrga 120 bo'ladi. 120 ha. Katta modelimiz. Bir akvariumni ishlangan, 4 ta akvariumi bor. Akvarium ustiga oyna bo'ladi. Ha, shunday oyna bo'ladi. Tushunarli, hammasida bo'ladi. 4 talik qilingan ekan. Bu detallarga ham e'tibor berib qo'yasizlar. Tilla qog'oz bilan ishlangan har bitta gullarigacha. Taglari ham akrellar bo'lgan. Bizni kuzatadigan odamlar oddiy odamlar emas, hamma narsani tushunishadi inshaalloh. Ancha-muncha tushunib qolib to'g'ramiz. Mana 1 yil bo'ldi, o'ziga yarasha kuzatadigan klientlarimiz bor. Sifatlarga ham behijolat ekan, ko'rishinglar mumkin. Xo'p, o'sha stolni bitta tushuntirib bering. Stollarimiz yong'oqda bo'lgan. Aha. Jemshu ishlangan, tilla qog'oz bilan ishlangan. Parolollari rossiyskiy, matolari Turkiya. Original Turkiya, villar aralashmagan. Machalkalar qanaqa razmerda? Machalkalari 5 likdan 2 ta 10 lik qo'yilgan, 22 plus, tepasi, pasti bir xilda. 22 plus. Monolari ham Chesterlarni ham ko'rsanglar, Chester posoni ishlangan. Juda go'zal holatda va ko'rishinglar mumkin, sifatlariga ham behijolat garantiya berishadi inshaalloh. Dastavkalarimiz O'zbekiston bo'ylab bilasizlar. Bular o'zimiz oshtamiz, hamkorlikda ishlaydigan. Nimaki bo'lsa, stul borasida bemalol murojaat qilishinglar mumkin. Razmerlarni o'zingizlar uylarga moslab qilib beradi inshaalloh, sifatlariga garantiya beriladi. Xo'p, bunimizning narxi necha pulashni? Bunimiz masalan mana O'zbekistonda sizga yoki Buxoro, Samarqanddan telefon qilishdi. 5 pulga qilib berasiz masalan telefon qilib. Xuddi mashina holatda dedi mana 5,5 ga 120 18 talik stol. Mashinasi yoqib qoldi menga. Samarqandga dastavkasi bilan necha pul keladi desa necha pul bo'ladi? Dastavkasi bor. Dastavkasini ichida qilib beramiz. Shu razmerda bo'lsa 5,5 metrga 120, 18 talik holatda bo'lsa 3,5 ming dollarga qilib beramiz. Shunisini bo'ldi, tayyor holatda boradi bu yerda, xudo xolasa. Borib qabul qilib oladi. Garantiyalari bor. 5 yillik garantiya beramiz. Ularni xudo xolasa bo'ldi. Azda ko'rdinglar, xudo xolasa sifatlariga ham javob berishadi inshaalloh. Mana o'zingizlar ham oddiy holat tushdi ko'rishinglar mumkin videoda. Mana bitta stolni tepaga olib beraymi? Bitta oling, bitta ko'rsatib bering. Oyoqlari bilan ham mana bemalol. Xo'p, mana tayyorlarni ham ko'ryapsizlar. Manzilimiz Andijonda, O'zbekiston bo'ylab dastavkalari bor. Boshqalarimiz bemalol aloqaga chiqib, o'zingizlarning mahsulotingizni zakaz berishingiz mumkin. Shtularni aytadigan bo'lsangiz, shu holatga uylarni razmeriga da'vo qilib berishadi. Bu zakasnoy bo'lgan, o'zini mehmonxonasiga qarab razmeriga mo'ljallab qilib berilgan. Bu tayindagi narsalarni ham o'zingizlar nechta qo'yib bersin deyishinglarga qarab turib qo'yib beradi xolos. Xo'p, kimga ishlarimiz, mahsulotlarimiz kerak bo'lsa, pastki nomerlarga aloqaga chiqib, o'zingizlarning mahsulotingizni zakaz qilishingiz mumkin. Hammalarga sog'lik tilaymiz.